Deyarli ko'pchilik bir xil xatoni takrorlaydi. Kraska va emulsiyaga bir xil koller ishlatsa bo'ladi deb o'ylaydi. Aslida esa bu ikki xil tizimda bo'ladi. Emulsiya suv asosida, kraska esa ko'pincha boshqa tarkibda, zichroq, yopuvchi qatlam hosil qiladi. Shuning uchun koller ham mos bo'lishi kerak. Agar emulsiyaga mo'ljallangan kollerni kraskaga qo'ysangiz, rang to'liq ochilmaydi, pigment yotib qoladi. Natijada rang xira chiqadi yoki notekis bo'ladi. To'g'ri tanlangan koller esa tez aralashadi, bir xil tarqaladi va rangni aynan siz kutgandek beradi. Har bir tizim uchun alohida formulalar bor. Emulsiya uchun yengil va tez ochiladigan pigmentlar, kraska uchun chuqur va yopuvchi rang beradigan tarkib. Natijada qaysi material bilan ishlasangiz ham rang bir xil sifatda chiqadi. Xulosa oddiy, rang faqat rang emas, bu texnologiya. Rubin Koller sizning brendingiz, sizning ishonchingiz. Batafsil ma'lumot olish uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling.